Salom do'stlar, bugun sizlar bilan ChocoCraft ana endi bugun nima qilamiz deysalaringiz, zavodimni ko'rsatamanmi? Hozir ana o'zim qurganman, bu sirli. Chunki bu keyingi videolarda ko'rsataman do'stlar. Mana bu o'zim qurganman, zavod bu. Oltin zavod. Hech qanaqa joydan ko'chirmasam, o'zim rostini aytaman, kukkidan bunaqa g'oyalanib qurdim, lekin undan ancha boshqacharoq. Chunki umuman o'zi topadigan bo'lsa, men o'zimdan fantaziya qo'shganman. Bu esa chaynalik uylar, astag'firullah, yaponiyalik uylarni uyi. Ana do'stlar, chiroyli. Mana tepadagi nimadir antena, o'zim bilmayman. Mana yuzi chiroyli bo'lsa 5 tangni like yig'ib beringlar, iltimos. Please. Hamma joy dekoratsiyasi o'zim qilganman. Bitta ham mod qo'shmasdan, hech kimdan ko'chirmasdan. Mana. Yaxshi bo'lsa like bosinglar. Yoqmagan bo'lsa mayli, yo'qolinglar. Bemalol. Mana. Короче, ibi nima uchun bular? Mayli, farqi yo'q, ko'k bo'lsa ham. Короче, bu ana shunaqa hafta xitoylik, astag'firullah, yaponiyalik dizaynga qurdim. Mana kelasizlar deyman. Chiroyli uycha. Wow, men yaponiyalikman deb qaysidir tushpan keladi. Ichini qurganim yo'q, lekin ancha dizayn qo'shdim-man. Mana yo'qotib tashlayman, ular keraksiz joylar ko'p, buzib tashlayman. Mana bu esa unaqa. O'shada nima deyapsizlar, esdan chiqib qoldi. Balkon. Ana endi zavodimni ko'rsatsam. Mana zavodim. Mana tillodan bo'lgan zavod, astag'firullah. Diamond kelasizlar. Mana buni ham hech kimdan ko'chirmasdan quradigan trilliard. Mana bu o'zlik quradigan, mana bu yoqqa ana o'zim ana qurganman, yana bularni ham quraman. Ana bularni ham quraman. Ana diamond eritiladigan burchak tanishtirib chiqaman. Mana yo'qodan o'tirib, ana uni quyib oladi. Chiroy uchun kofechani sho'rlatib ichib o'tiradi hammasi. Bir boshdan tushuntiraman hamma joyini. Mana orqa tarafga yoqqan diamond. Ana endi bu yoqqa ana bu qaysi deydi? Lukmi yo'q-ya, hisoblanadi. Qanaqa qilib qurish bilmadim, shunaqa qilib qurdim. Chunki umuman qiziqmayman. Bunaqa mashinalarda, короче, bular oltinlar ketiriladi, ana yo'q qo'yiladi. Ana ko'rishlari mumkin ikki xil. Diamond tushiriladigan xona. Ana bu yoqqa diamondlar to'lib bo'lishi kerak, lekin qurmaganman. Mana bu yoqqa kelib solishadi o'rtiqchalarini. Keyin ana qilib ochadilar, oladilar. Yana yo'qib etadilar. Ana yo'q ketiradilar. Na qiladilar. Yo'qqa tushiradilar. Ko'zimga. Ko'p bertiladi. Ana dedi. Mana bular. Yamnaqa holat bo'ladi. Ketiradilar, bu yoqqa qo'yadilar. Keyin sovutadilar bu yoqqa, keyin anaqa shakl bo'ladi. Bu esa noaniq diamond turi. Rostini aytsam o'zim qilganman. Короче, keyin bularni ham olinib, mana diamond shaklga qo'nadi. Короче, mana bular qanaqa resurslar. Mana bu yoqqa ketiriladi, shakl beriladi. Keyin mana bunaqa bo'ladi. Ana endi mana bular bu yoqqa saqlanadi. Keyin bu yoqqa ketiriladi, o'rtib qo'yganlar bu yoqqa ketiriladi, yana
mana bu barzangi mashina solinadi orqasiga. Shu bilan ketib sotiladi. May farqi yo'q. Sizlarga nima deb ko'rsatdim? Ayha. Tepaga chiqamiz. Bu yoqqa bittangni qo'yaylik. Aytqo'y hech kimni ko'chirmasam qo'yganman. Maza. Ha. Mana shunaqa qurdim, hech kimni ko'chirmasdan. Maza. O'zing qo'llaring yuzadi mana. Qarachi, ko'rganlar shu. Demoqchiman. Hech kim bilmasin aybi. Qayoqqa kelgandik? Ha. Mana tepadan qanaqa ko'rinadi? Ikkinchi etajni men qurish bilmadim. Yaqinga yana bitta yangi unaqa zavod quriladi mana. O'zinglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana Diamond unaqa. O'sha короче, Diamond zavod. Ustam yomon qiyin. Bir hafta ketdi qurish. Yo'q, 3 kun ketdi. To'xtamasdan yo'nalib ko'zim shuna urib ketdi. O'shanga bitta like bosinglar. Bitta emas, ikkita uy. Bunga bir hafta ketdi qurishimga. Sizlarga qaysi yo'qdi? Yapon uymi yoki yana uymi? Xullas do'stlar, mana ko'rganlaringizdek. 5 ta like bo'lsa, mana bu yo'qni ham yangilab chiqaman. Sog' bo'linglar. 10 ta likedan keyin unaqa qilaman. Nima deyapsizlar? O'sha yangi zavodimni ko'rsataman. Aytgancha skinni ham o'zim qurdim. Choco Craft. Sog' bo'linglar.